Ekodan keyin tabiiy homiladorlik bo'lmaydi. Mif tabiiy homiladorlik bo'ladi. Eko faqat boylar uchun. Yo'q, bu mif. 40 yoshdan keyin eko muvaffaqiyati ehtimoli pasayadi. Haqiqat, ayollarimizda 40 yoshdan keyin follikula zaxiralari kamayadi. Ekodan tug'ilgan bolalar kelajakda eko orqali farzandli bo'ladi. Yo'q, ular tabiiy holatda farzandli bo'la olishadi. Homiladorlikda UZI tekshiruvi zararli. Yo'q, bu mif, zararsiz. Kesilvadan keyin tabiiy tug'sa bo'ladi. Ha, haqiqat, ko'rsatmalarga amal qilgan holda. Ikkinchi farzandni tug'ish birinchisiga qaraganda osonroq. Yo'q, mif tug'ruq jarayoniga bog'liq. Homiladorlikni rejalashtirishdan oldin er-xotin birgalikda davolanishi kerakmi? Albatta, birgalikda davolashlari shart. Eko faqat ayollarda muammo bo'lganida qilinadi. Mif erkaklarda muammo bo'lganda ham eko qilinadi. Homiladorlikdan saqlovchi gormon dorilar ichgan ayollarda homiladorlik yuzaga kelmaydi. Mif homiladorlik yuzaga keladi qachonki gormon-dorilar to'xtatilsa. Farzandning qiz yoki o'g'il bo'lishi erkak kishiga bog'liq. To'g'ri, Y xromosomi faqat erkaklarda bo'ladi. Doktor Agzamova faqat eko bilan shug'ullanadimi? Mif tabiiy homiladorlik bilan ham shug'ullanaman. Agar ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashib qo'ying. Sizlar bilan ginekolog-reproduktolog Dr. Agzamova.